Mana shuni eshitib qo'ying endi oraga. Bizni aldab, sizni aldab qo'yganlarni haqiqatini bilib qo'ying. Hozir men ustozga salom beraman, haliga olib qolsa yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Abror domla shu yerdamisiz? Ustoz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar? Alhamdulillah. Bormisiz domla? Alhamdulillah, yuribmiz, alhamdulillah. O'zinglar yaxshimisizlar? O'sha kuni sal noto'g'ri gumonda bo'lib qolibmiz. Bu yigitning aytishi bo'yicha zaryadga tashlab yuborgan ekan. Shuni davom ettirib qo'yaylik domla. Bir yigitga siz foydali bo'lib qoladi. Bo'ldi, mayli. Qaysi mavzu edi? Va men ham esimda Imom Zahabiy o'sha amal masalasidami bir narsa aytganlarini aytib turdim. Abdulloh bir eslatib yuboring, iltimos. So'roq birov. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Imom Zahabiyni Isbot Yadlillah kitobidan bir narsa bor edi, shu narsani o'qigandim. O'qingchi qani? Hozir ma'nosi shunday ediki, Allohning haqiqiy ma'noda qo'li bor va bundan hech qanaqangi tajsim kelib chiqmaydi, yomon narsa kelib chiqmaydi. Faqat kayfiyati noma'lum degan ma'noda edi. Qanaqa haqiqiy qo'li bo'lsa kayfiyat noma'lum. Ya'ni a'zo bor deyaptimi endi shunda? Hozir bir minut. Isbot Yadlillah kitobining 46-sahifasi ekan, mana biz aytamizki, Allohning haqiqiy ma'noda o'ziga xos qo'li bor va bundan hech qanday tashbih yoki tajsim kabi yomon narsa kelib chiqmaydi. Deyilgan ekan, shu Isbot Yadlillah kitobining 46-sahifasida kelgan deb yozishibdi. Arabiysini o'qingchi, arabiysini. Yo'q, arabiy qiroatim yo'q, ustoz. Arabiy qiroatingiz bo'lmasa, bu mavzuga nima kirib yuribsiz siz? Bu mavzular ana haqiqiy, majoziy degan arabiy matnni bilgan odam tushunadigan istilohlar-ku bular. Bu haqiqiy deganda nima haqiqiyni tushunyapsiz? Nima u haqiqiy nima? Arabcha so'z bu. Haqqaqa yuhaqqiqu haqiqatun deb keladi, muhaqqiq deb keladi. Bu kalom ilmidagi mashhur kalimada haqiqiy ma'noda qo'li bor degan gap nima degani? Qaysi istiloh aytyapsiz? Nimani tushunyapsiz o'zbekchadan? Haqiqiy ma'nodagi qo'li bor degandan shu haqiqiy ma'nodagi qo'lni tushundim men. Ya'ni a'zosi bor Alloh taoloning. Haqiqiy ma'nodagi qo'lni tushundim, kayfiyati noma'lum deb tushundim. Ya'ni boshqa biror bir narsaga o'xshamaydi. O'xshamaydi, haqiqiy ma'noda qo'l. Menga tushuntirib bering, bu yerda menimcha hech kim tushunmadi. Haqiqiy ma'noda qo'li bor. Qanaqa u? Tushunmaysizki, arabchani o'qimagansiz, istiloh yo'q. Talxis degan fan bor. Eshitganmisiz hech yo'q? O'qimagansizmi aniq? Talxis degan fan bor. Arab tili fasohat va balog'atini o'rgatadi. Haqiqiy ma'no deganda nima tushuniladi? O'shani o'rgatadi. O'qiganmisiz, siz eshitganmisiz shunaqa fanlar borligini? Qur'onni yo o'zbekcha tarjima qilib bersa shu bilan Qur'on o'qiyapman deb yuribsizmi hali ham? Yo'q, eshitmagan ekanman. Sizni oldindan nasihat qildik sizga. Siz hozir qo'lingizga operatsiya qiladigan doktorlarning pichog'ini olyapsiz-da. O'zingizga ta'sir qiladigan farzandingizni yotqizib qo'yib qizingizni. Men haqiqiy ma'noda buni qilaman hozir deb uni yuragini operatsiya qilyapsiz. Qo'rqmaysizmi qizingizni o'ldirib qo'yishdan? Qo'rqmaysizmi iymoningizga putur yetishidan? Qimorga o'tkazib qo'yishdan qo'rqmaysizmi? Qimorga tikyapsiz iymoningizni. U haqiqiy degan ma'noni bilmaysiz. Sizga hozir shu yerdan ertalabgacha so'raylik. Google'ni qidiring xohlasangiz, ChatGPT dan so'rang. Baribir tushunmaysiz. Bu fan bu. O'zlashtirish kerak bo'lgan fan. Iymonga taalluqli masalada operatsiya qilyapsiz. Ya'ni uyalmasdan arabiy matnim yo'q deyapsiz. Qaysi sohada o'sha sohani bilmagan odamning gapi eshitiladi? Menga bir aytingchi, qaysi sohada? Tibbiyotda eshitilmaydi. Uy quradigan odam bo'lsa, siz o'qigan muhandis bo'lsangiz, boshqa odam gapini eshitmaysiz. Siz o'zingiz qurasiz, siz javobgar bo'lasiz. Domla, assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatulloh. Endi men sizga anaqani o'qib beray. Imom Zahabiyni haqiqiy ma'noda qo'li bor degan gap yolg'on ekanligini. Imom Zahabiy Alloh subhanahu va taoloda yad zikri kelgan, waqa'a zikrul yad fil Qur'an wal hadis mudofan ila Alloh taala.
Yad zikri Qur'onda va hadisda Allohga izofa shaklida voqe bo'lgan, kelgan. Ya'ni Allohga izofa qilinadi. Izofani bilasizmi? Qo'shimchami izofa? Yo'da mana endi musibatda endi uni ham tushuntirishim kerak. Arab tilida qoida bor, izofa. Muzofun ilayh degan tushuncha bor. Bir narsaga bir narsani nisbat berish. U lom ma'nosida keladi. Lom nisbat ma'nosida. Masalan, Baytulloh bo'lsa, al-baytu lillah degani bo'ladi. Nimani tushundingiz hozir? Tushunmadingiz. Izofa degani ya'ni tojik tilida, afg'on tilida qo'shimcha degan ma'noda keladi. O'shani tushundimda men. O'sha anaqada oti nima? Hindlarda anaqa bor. Xotining bilan urushib qolsang, uni kechir degan. Ana tabbat yada abi lahabi va tab ma aghna anhu maluhu va ma kasabdagi va ma kasabni u hindchasiga tarjima qilgan. Shuna tarjima qilyapsiz siz. Izofa arab tilida bo'pti. Izofa arab tilining qoidasida bor, qoida. Abdulloh ham izofa hisoblanadi. Abdurrahman izofa hisoblanadi. Endi bu fanda endi mana hozir menga muammo tug'ilyapti. Siz o'qimagan narsani sizga tushuntirib berishim kerak. Qanaqa qilamiz endi? Nima qilamiz endi uni? Sizga farqi yo'q. Siz eshitmagan, ko'rmagan, yana qaytadan savol beraverasiz. Qo'l haqiqiy deb. Qattan yechamiz shu muammoni. Imom Zahabiyga tuhmat qilyapsiz. Imom Zahabiy hozir yo'qlar. Kitoblarini o'qishni bilmaysiz. Qiyomatda yoqingizdan olsa nima qilasiz? Men bunaqa demaganman-ku, men arabcha gapirganman-ku. Arabcha o'qishni bilmasdim. Nimaga menga nisbat beryapsan? desa. Oldindan nasihat qilgan edik. O'zi shunaqa bo'ladi, do'stim. Mana shu bid'at insonning qalbiga kirsa, tavba qilish qiyin bo'ladi. Ba'zi ulamolar aytgan, quturgan itni virusiga o'xshaydi bid'at. Uni bari otib tashlash kerak deydi oxiri itni. Otgandan keyin olib borib yoqish kerak deydi. Uni tarqaydi bo'lmasa deydi. Bid'at shunaqa narsa, sizni tortib turaveradi. Hech narsa yo'q kallangizda. Mendan xafa bo'lmang. Bor narsani aytyapman. Bu yerda izofa degani unga nisbat berish ma'nosida. Qo'shimcha emas, nisbat berish, meniki. Meniki bo'ladi. Ya'ni Baytulloh desa, Allohning uyi bormi yo'qmi? Odatda Allohning uyi yo'q. Lekin Alloh o'ziga uyni nisbat beryapti. Bo'ladimi desa, o'sha boshqa uylardan ko'ra u uyni fazilatli ekaniga ishora bo'ldi. Aynan uyi bor deyilmaydi. Allohning uyi bor, haqiqiy ma'noda uyi bor. Faqat kayfiyatga kirishmaymiz desa kofir bo'ladi odam. Xuddi shunaqa bo'tda izofa kelgan deyapti. Alloh o'ziga nisbat bergan. Yadulloh degan yoki biyaday degan ikki yadim bilan, ya'ni tarjima qilsangiz ikki qo'lim bilan degan. Qo'lim meniki degan. Shuni aytayapti. Yad kalimasi Qur'onda va hadisda Allohga izofa shaklida kelgan. Ya'ni Alloh o'ziga izofa qilgan. واتفق أهل السنة والجماعة على أنه ليس المراد باليد الجارحة وأثبتوا ما جاء من ذلك وآمنوا به. منه إمام زهبي ابن حجر أسقلاني أهل السنة والجماعة همه gap shu. Haqiqiy ma'noda mana shu qo'l Allohga nisbat beriladi demagan. Nima degan? Ahli sunna val jamoa ittifoq qilganki, mana shu o'rindagi yad kalimasidan murod haqiqiy ma'nodagi a'zo emas. Laysal murod bil yad al jariha deyapti. Joriha emas Allohga nisbat berilayotgan qo'ldan murod. A'zo emas u. Ahli sunna nima qilgan? Ahli sunna va asbatu ma jaa min zalika va amanu. Mana shu narsalardan nimaiki Qur'on va sunnatda kelgan bo'lsa sobit qilishgan va unga iymon keltirishgan bo'ldi. Yad bo'ldi yad. O'tib ketavergan. U haqiqiy ma'noda Allohning qo'li kayfiyat bermaymiz desa boshqa oyatlarga ma'no aytishga muammo tug'iladi. Ahli sunnaning boshqa jamoalardan farqi bir oyatga ma'no aytsa, boshqa oyatga o'sha ma'noni, ya'ni teskari ma'no berib qo'ymaydi. Boshqa toifalarning ahli sunnadan farqi bir oyatga ma'no aytsa,
o'sha ma'noni boshqa oyatga aytsa tushmaydi. Masalan deydi, biz aytamizki, yad Alloh o'zi isbot qilganidek isbot qilamiz. Ma'nosi nima desa, haqiqiy ma'nomi, majoziy ma'nomi bu yerda desa, kirmaymiz unga deydi. Chunki qanday degan savol Allohga loyiq emas deydi. Shu qoida hamma oyatga tushaveradi. Va huwa ma'akum aynama kuntum. Alloh sizlar bilan birga qayerda bo'lsanglar ham. Summastava alal arsh. So'ngra arshga istivo qildi. Qanday desa, oyatda kelgan bunda, uni qanday, qanaqa demaymiz deb o'tib ketaveramiz. Ma'nosi nima desa, ma'nosi qiroati deymiz. Tushyaptimi? Liboy oyatga tushyaptimi? Tushyapti. Endi siz mana shu joyda haqiqiy ma'noda qo'l Allohga isbot qilinadi desangiz, demak u yerda a'zo bo'ladi. Va Alloh taolo boshqa oyatda va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom dedi. Va Allohning yuzidan boshqa hamma narsa yo'qoladi dedi. Boqiy qolgan Allohning vajhi dedi. Allohning vajhi boqiy qoladi. Alloh vajhni ham zikr qilgan, yadni ham zikr qilgan. Demak, yad yo'qoladimi shunda haqiqiy ma'nodagi yad qandaydir kayfiyatda a'zosi bor edi Alloh taoloni biz bilmasadik. Faqat vajhi qoladi deyapti. Qani bu ma'noga bu ma'noni aytingchi, endi qo'yib beringchi desa, qo'yib bera olmaydi ahli bid'at. Tutiladi. Bitta oyatga ya'ni bir xil ma'no ayta olmaydi. Endi sizga menimcha bu gaplar yana ortiqcha gap, chunki sizga nasihat qilganmiz. Sizga tavba lozim. Bu hech narsani bilmasdan kirib olib, u talxisini o'qigan mutaxassislar bir 35-kitobda talxis islom ilmlarining ichida 35-kitob. O'sha 35-kitobdan savol beryapsiz-da, o'sha yerda bahslashyapsiz yana. Mana Imom Zahabiy shunaqa degan deb. Tanginisni qatdan bilasiz? Endi yozuv o'rganyapsiz siz. Kvant nazariyasini qatdan bilasiz? Endi fizika emas, issiq bilan sovuqni endi ajratyapsiz. Lug'atlar to'g'ri kelmaydi, istilohlar to'g'ri kelmaydi. Qur'onda mastava pishirish o'rgatgan deyapti bittasi. Qanasa summastava alal arsh deyapti. Mashatta mastava deyapti. Sizning gapingiz ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Qur'onda izofa kelgan, izofa afg'onchasida qo'shimcha degani deyapsiz. Holingizga yig'lash kerakmikin? Endi kulsak yaxshi bo'lmas. Mayli endi. Imom Zahabiyni tushundingizmi? U kishi ahli sunnaning gapini tasdiqlagan. Siz aytayotgan gap siz tushungan ma'noda emas u. Nima savol bor? Gapirsam maylimi? Holat shunday bo'lgan ediki, men bu narsani ko'tarib kelib bu yerda bahslashmaganman. Bu yerda mana Abbos aka o'zlari biladilar. O'sha kuni ham aytdim. 3 ta P profiliga shu yad masalasida gapirdilar. Men qo'shilmadim. Oxirigacha eshitdim. Shu yad masalasida gapirdilar. Keyin eshitib bo'lganimdan keyin men shuni qidirib ko'rdim, men izlanib ko'rdim. Men bu yerga ko'tarib kelib, misol uchun bunaqa ekan, bundaqa ekan demadim. Shunaqa narsalar topdim men. Siz mana shunaqa deganingiz dedim. Zumar surasi misol 67 Shayx hazratlari ham qo'l deb tarjima qilgan ekan dedim. Shu narsalar qanaqa deb so'radim, shundan bahs chiqib ketdi. Keyin siz chatga kirib qolganingiz, men chiqib ketib qoldim. Masala shunaqangi bo'lgan edi. Ya'ni men ko'tarib kelib, mana shunaqa ekan deb olib kelmaganman-da. Mana o'zlari ham biladilar, o'zlari turgan bo'lsalar mana Abbos aka eshittirar ekan. Yo, shu masalaga nima maqsadda aralashyapsiz? Bilmaysiz-ku, ko'tarib kelsangiz ham, qidirib topsangiz ham. Tagga yeta olmaysiz-ku. Tushunmaysiz-ku baribir. Hozir o'tirib har kuni 1 soatdan dars olsangiz, 6 oyda, yo har kun 1 soatdan emas, har kuni 7 soatdan dars qilsangiz, to'xtamasdan 6 oyda sarf degan fan bor, tugatishingiz mumkin. Sarf, eshitganmisiz sarfni? Ha, eshitganman. Qanaqa fan u, bilasizmi? Shu arab tilida sarf nahv nimasi? Yo, sarf nima, nahv nima? Uni ham farqi bor-da. Sarf birinchisi boshlanasiz, nahv ikkinchisi. 6 oyda sarf tugatsangiz 900 oshmonga otasiz. Sarf tugatdim, Xudoga shukr deb. 22 ta bob bor, 22 ta bobni har bittasini surib chiqish kerak. Har bitta kalimani. Sarf degani do'stim, arab tilidagi kalimalarni o'rgatadi. Kalima. Nahv o'sha kalimalarni kalomga qo'ygan o'rinlarini o'rgatadi. Kalomni o'rgatadi.
Masalan, daraba degan fe'l bor. Daraba degan fe'l o'tgan zamonda. Urdi degani. Kelasi zamonda yadribu bo'ladi, uradi bo'ladi. Ha? Uruvchini oti zoribun bo'ladi. Kaltak yeganni oti mazrubun bo'ladi. Xo'p, uradigan asbob mizrob bo'ladi. Eng qattiq uradigan narsa azrob bo'ladi. Endi har bittasini alohida surasiz. Birinchi zaraba o'tgan filmida uni endi bir kishi urdi bor, ikki kishi urdi bor, uch kishi urdi bor. Uchdan ko'p, jam urdi bor. Bitta ayol urdi, ikkita ayol urdi, ko'p ayollar urdi bor. Daraba darabu, darabata darabna, darabti darabtuma darabtum, darabti darabtuma darabtunna. Mozi tugadi mana. Zarabani o'zi. Endi daraba yadribu bor. Faala yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu bor. Fa'ula yaf'ulu bor. Bularni hammasini alohida surib chiqish kerak. Bu fundament bo'lmasdan, hali harfni o'qimasdan nimaga kirishyapsiz bu ishga? Hazrati Umar bo'lsa kalta yerdingiz. Tasavvur qilyapsizmi? Hazrati Umar yo'q, odamlar aytadi. Qani adolat deydi. Mana aytamanki, Umar o'lgan deyman. Radiyallohu anhu. Mana shunaqa odamlar nimaga bo'lsa kirib gap tarash yuribdi-da. Nima mavzu shunga, nima anaqasi bor? Qalbingizga shubha tushib qoladi-yu, iymonga tegishli masala-yu. O'ynashyapsiz-u deyapman men. Bu yaxshi emas-ki. Yaxshi emas, do'stim. Yaxshi emas. Hazrati Umar radhiyallohu anhu davrlarida bir jamoat kelgan Madinaga. Ibn Abbos uchratib qolganlar. Umar oldiga kelyapmiz. Ha, nimaga? Qur'onda ba'zi oyatlar bor, amal qilishmayapti. Shunga keldik. To'xtab turinglar deganlarda Hazrati Umarni oldiga borib voqeani aytganlar. Umar radhiyallohu anhu qatta ekan to'plamanga deganlar. To'plashgan hammasini. O'tirib hammasini yonma-yon o'tkazib so'rashib boshlaganlar. Nima gap? Ha, shu Qur'onda ba'zi oyatlar bor, amal qilinmayapti. He, shunga tashvish qilib keldik degan. Dinni tashvishi ularda ham. Qur'ondagi ba'zi oyatlarga amal qilinmayapti ekan. Sen Qur'onni bilasanmi deb bitta-bittadan so'rab chiqqanlar. Ko'p savollarga javob berisha olmagan, mana hozir sizga o'xshab. Uni o'qimagan, buni o'rganmagan. Men bu oyatni, bu sababini hammasini bilaman deganlar. Bu islom ummatining jamoati deganlar imkon qadar yaxshilik qiladi deganlar. Amal qilish 100% bo'lmaydi hech bitta joyda. Gunohlardan to'xtashga qattiq targ'ib qilinadi, bo'ldi. Savoblarni o'ziga qo'yib qo'yiladi, odamlar o'zi qiladi savobni. Hammasini tushuntirganlardan keyin mana shu fikr Madinaga kirdimi, yo'qmi deganlar. E'tibor bering. Mana shu fikr sizlar ko'tarib yurgan gap Madinaga kirdimi, yo'qmi? Birortan kirib gapirdingmi biror joyda deganlar. Yo'q deyishgan. Agar kirganda hammangni mazayini qochirardim deganlar. Tez qaytib ketlaring o'sha Misrgami qaqqadir. Ketlaring o'zlaringning ishlaringni qillaring deganlar. U Imom Tabaroniyni absotlarida kelgan hikoyani ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak. Subayg ibn Isl degan odamni. Uni olib kelib kaltaklab mazasini qochirib tashlaganlar. U ham Qur'ondan, hadisdan gapirib yurgan odam. O'tkazib qo'yib so'raganlarda qilib qolgan u ham. Keyin yomon qattiq jazolaganlar. Hatto chiqib oxiri aytgan, o'ldirib qo'ya qoling, men yomon qiynalib ketdim degan. Kaltaga yurish zarbiga. Hozir Umar bo'lsa, siz bilmadim endi boshqa odamlar bu yerda diktator deb Hazrati Umarga qarshi miting qilardinglar. Yomon qattiq urganlar. Odam chiqib iltimos qilgan, o'ldiring meni, iltimos o'ldiring degan. Tasavvur qilyapsizmi? Umar yo'q, bemalol bo'lib ketdinglar-da. Alloh hisob bersin. Bu nasihat endi qilib qo'yaveramiz, boshqalarga ibrat bo'lsin. Bilmagan narsaga aralashma degan oyat bor Qur'onda ya. La taqfu ma laysa laka bihi ilm degani. Alloh Qur'onda aytayapti. Ilming bo'lmagan narsaga ergashma deyapti. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika anhu mas'ula degan. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Har bitta eshitilgan, aralashilgan, gapirilgan gapga ilming bo'lmasa aralashsang, qulog'ing mas'ul bo'ladi, ko'zing mas'ul bo'ladi, tiling mas'ul bo'ladi, qalbing mas'ul bo'ladi. So'raydi Alloh taolo.
Bu o'zimga ham nasihat, sizlarga ham, hammaga do'stlar. Kimda savol bor? Yana bir yigit kelganida domla o'sha kommentariy Instagramlardan bir yigitni chaqirgandik. Bir ikki savollari bor ekan. Xo'p, Boya gapirdim. xo'p. Abdulloh marhamat, boya savol bor degandingiz. Alo. O'la bay. Domla menga hukm masalasini tushuntirib bersangiz, shunda chalg'ib qolibman men. Akalar aytishi bo'yicha, Abbos qori akani aytishi bo'yicha. Men noto'g'ri talqin qilganman. Bor ekan. Nimasini tushunmayapsiz yoki noto'g'ri talqin qilyapsiz? Siz nima deb o'ylaysiz? Hukm nima o'zi? Hukm Allohning hukmi. Men bilamanki, ya'ni Allohning hukmidan boshqa hukmlarda qabul qilib inkor etmagan insonlarda Allohga shirk qilyapti deb bilaman. Har qanaqa hukm faqat Allohniki bo'lishi kerak. U hukmni boshqaga bersak, kofir bo'ladi. Qur'onda kelgan oyatlar bo'yicha. Yo'q, Qur'onda kelgan oyatlarni bilmaysiz siz. Sizni xulosangizni aytyapman. Har qanday hukm Allohniki, kimda kim Allohning hukmini o'ziga o'zlashtirib olsa yoki hukmni boshqa odamga bersa, u kofir bo'ladi deb shunaqa xulosaga kelib olgansiz, to'g'rimi? Agar Allohning hukmi bilan hukm chiqarmasa, Yo'q, hukm hammasi Allohning hukmi bo'ladimi, boshqalarning ham hukmi bo'ladimi ba'zida? boshqalarda hukmi bo'ladi. Agar uni qabul qilamiz qachonki Allohning chiqargan qonunlariga to'g'ri kelsa, Qur'on va hadisga to'g'ri kelsa. Xo'p. Uylanmagan shekilliga hali. Ha, uylanmagan. Uylanmasdan turib farzand tarbiyasi haqida gaplashyapsiz-da. Chunki gapingizdan ma'lum bo'lib turibdi-da. Do'stim, Men Hukm sizdan domla hukm haqida deb so'ramoqchiman. yo uni tushunmaysiz. Yuqorida nasihat qildim mana so'roq profilga. Sizga ham shu nasihat tegishli. Siz uni tushuna olmaysiz. Allohning hukmidan boshqa hukm qilsa kofir bo'ladi degan narsa, u yuqorida aytdim-ku 35-kitob deb. O'sha 35-kitobdan keyin yana 10 ta kitob bor. Uni o'qigandan keyin kim kofir bo'ladi, kim kofir bo'lmaydi masalasi ko'tariladi. Muftiylar madrasalarda 20 yil o'qilgan. Dastlabki 16 yil asosan til, fasohat, balog'atga sarflangan, oxirgi 4 yil qazo masalasi, muftiylikni o'rgatilgan. Kim kofir bo'ladi, kim kofir bo'lmaydi. Hali boshlang'ichda emassiz-ki siz. Bilmaysiz-ki, o'shanga unga aralashmang demoqchiman. Bu yerda sizni chalg'itadigan narsa bor. Men chiqarilayotgan qonunlarni botil deb tushunib olganman. Ya'ni uni inkor qilmaymiz, qabul qilyapti. Uni O'zbekiston aholisi, men ham shu aholining ichidaman. Ya'ni ularda biz inkor qilmayapmiz. O'shanga aytyapman-da, hukm nima? Ularni inkor qilmasdan qabul qilishimiz, ularga ibodat qilishimiz bo'lib qolmaydimi? O'shani bilmayapsiz-da, sizga bildirish qiyinroq bo'lyapti. Hukm nima degan savolga javobingiz yo'q, do'stim. Hukm nima? Arabcha so'z bu. Alloh Qur'oni Karimda "Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun" degan Moida 44da deydi. Mana shu gap ko'tarib yurgan hammasi. To'g'rimi? Kim Allohning hukmidan boshqa narsa bilan hukm qilsa, ana o'shalar kofirlardir degan oyat. To'g'rimi? Kofirlar, zolimlar, fosiqlar. Bu oyatning boshini bilasizmi, qanaqa boshlanadi? Yo, o'rgating nima? Bo'pti, oching. Alif qaytaring. Ovozingiz ozgina uzilib qolyaptimi? Alif qaytaring. Hop, alif, Ba, ba, ha, domla ovozingiz juda ozgina boshqacha kelyapti, tushuna olmay qolyapman. uzilib qolyaptimi bola meni gapim? Yo'q, menda Yaxshi gap, bularni qolyapti.
sizda shekillaydi. Ha, o'zingiz aytib tushuntirib bering, nima men eshitib qabul qilaman. Shu alifbani o'rganishingiz kerak birinchi demoqchiman. Alifboni yod bilasizmi? Alifboni bilasizmi? Otingiz nima edi, Abdulloh? Abdulloh. Alifboni bilasizmi? Bilaman domla. Aytingchi, qani sanangchi. 28 ta harfi bir eshitaylik sizdan. Alif, ba, ta, sa, jim, xa, ha, dol, zol, ro, za, sin, shin, sod, to, zo, ayn, g'oyn, fa, qof, kaf, lam, mim, nun, ha, vav, ya. Lam alif ya. Dot harfi qolib ketdi. Alifboni yodlab kelsangiz keyin boshqa darsga o'tamiz. Xo'p, keyin harflarni to'g'ri talaffuz qiling. Dol, zol degan harfi yo'q. Dal, zal bor. Zal. Zol degan harf yo'q. To'g'ri talaffuz qilishni o'rganing. Endi siz aytayotgan oyatlarga bizni anaqamiz yo'q. Hozirgi kunda, hozirgi holatda. Kirsangiz muammoga kirasiz. Siz o'qigan o'sha oyat Moida 44 ni boshlanishi inna anzalnat tavrota fiha hudan va nur deb boshlanadi. Biz albatta Tavrotni nozil qildik. Unda hidoyat va nur bor deb boshlanadi. Va Tavrot haqida yahudiylarga ko'p ta'limotlarni berib kelib, oxirida kim Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa, ana o'shalar kofirlardir deydi. U oyatda ikkita kalima umum lafzi bilan kelgan. Umum lafz degani aynan bitta shaxsga yo'naltirib bo'lmaydi. Faqat iqtidorda turgan odamgagina ishlamaydi bu oyat. Faqat iqtidorda turib hukumatni tepasida turgan odamlargina kofir bo'lmaydi bu oyatga ko'ra. Bu oyat aslida Tavrot haqida gap ketayotgan gap. Tavrot bilan hukm qilmagan yahudiylarning kofir ekanligi aytilgan boshlanishida. Bu oyatdan ko'zlangan chiqqan maqsad shu. Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulayka humuz zolimun, bu fosiqun, bu nasroniylarga aytilgan. Zolimun musulmonlarga aytilgan deydi ulamolar. Endi bu yerda o'sha oyatning o'zida va man kalimasi arab tilida kimda kim deyapti. Unga siz ham kirasiz. Masalan deylik, siz hozir uylanmagansizda, mabodo uylansangiz, oilani boqish hukmi kimning zimmasida bo'ladi? Erkak kishinikida bo'ladi. Kofir bo'ldingiz mana. Domla, men la ilaha illallohga iymon keltirganman. Yo, hozir sizni qo'ygan qoidangiz bo'yicha o'zingiz kofir bo'ldingiz hozir. Nimaga deng? Domla, sizlar qo'rqmaysizlarmi Allohdan? Yo, nimaga deng siz? Men sizni o'zim kofir demayapman. Siz aytgan jumla bo'yicha kofir bo'lib qolyapsiz. Nimaga deb savol bering, men sizga aytib beraman. Hozir даже bizni shu davlat rahbarimiz ham Allohning hukmi bilan hukm qilgani yo'q-ku. Yo, sizga hozir aytdimki, oilani siz oila qursangiz, oilani uni ta'minlash hukmi kimning zimmasida desam, siz erkak kishining zimmasida dedingiz. Ana shu gapingizga ko'ra, yuqoridan beri aytib kelayotgan gapingiz va man lam yahkum bima anzalalloh oyatini ma'nosiga ko'ra siz o'zingiz kofir deyapsiz. Chunki va man lam yahkum degandagi man hamma kiradi, unga siz ham kirasiz. Va siz hukmni Allohga bermayapsiz. Bu hukm oilada erga tegishli deyapsiz. Allohga berish kerak edi hukmni deydi. O'shaning uchun men yuqorida bir qoidani aytdim. Ahli bid'at odamlar bir ma'noni aytsa, ikkinchi ma'noga kelganda teskari chiqib qoladi. Men sizni kofir demayapman. Meni e'tiqodimda siz kofir emassiz. Meni e'tiqodimda siz johilsiz. Bilmaysiz ko'p narsani. O'sha ma'noda sizni uzrli deb aytaman men, masalan, mendan so'rasa. Lekin vaziyatingiz og'ir. Bilmasligingizni bilmaysiz. Yo, shuni bilmayman demayapsiz. O'rgangani kirdim deyapsiz-ku. Lekin hukmni erkak kishiga beryapsiz. Hukm Allohnikidir-ku.
Ha? Va man lam yahkum bima anzalalloh. Siz menga Vahkum masalasini aytdingiz-da. nimani? Oilani boqish masalasi kimning zimmasida bo'ladi dedingiz? Yo, hukmi dedim. Yo, oilani boqish masalasi dedingiz, domla. Erkak kishi Oila dedi. oilani boqish hukmi kimning zimmasida dedim. Qasddan shunaqa dedim. Men jumlamni bilaman nima deb tuzishlikni. Zapis bo'lib turibdi, eshitib olasiz. YouTube'ga chiqasiz xudo xolasa. Sizni ham mashhur qilamiz. Oilani boqish hukmi kimning zimmasida dedim. Hukmni kimga berarkinsiz degan ma'noda so'radim. Siz darrov Allohning zimmasida, hukm Allohniki deyishingiz kerak edi. Yuqoridagi oyatga ko'ra. Oilani Nima boqish biladingiz? masalasida erkak kishiga farz boqish oilasini. Hukm masalasida hukm Allohniki bo'ladi. Qaysi hukm? Oilani boqish hukmimi? Mayli. Xulosa shu, mayli, endi sizni hukm masalasida ma'lumotingiz yo'q. Hukm degani u ba'zan odamlarga topshiriladi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo omonatni o'z ahliga topshiringlar degan oyatni nozil qilgan. Biz mana shu davlatda yashar ekanmiz. Shu davlatni boshqaruvidagi odamlarni saylov orqali tanlayapmiz. Nima ma'noda? Qur'onda Alloh taolo bizga omonatni egalariga topshiringlar degani uchun. %100 adolatli shaxsni topa olmasak nima qilamiz deganda zulmi kamrog'ini tanlaysiz. Mutlaq davlatchilikdan voz kechmaysiz deydi biz ulamolar. Davlatchilikdan voz kechsangiz, bu davlat kerak emas bizga desangiz, boshingiz baloga kirib ketadi. Ya'ni o'g'ri, ko'chada yurgan fohisha, qonxo'rlar kirib oilangizga zarar yetkazadi. Sizni pulingizni oladi. Mana shu narsadan himoyalash uchun adolati 100% bo'lmasa-da, zulmi kamroq bo'lganini saylaymiz. Qur'onning oyatiga ko'ra. Va ular bizni boshqaruvda turgan odamlar boshqaruvni din demaydi. Ular aytmaydi, Qur'on hukmlari bu, biz Qur'ondan ko'ra boshqa hukm bilan hukm qilamiz demaydi ular. Ular davlat boshqaruvi deydi. Xuddi svetoforni misolidek. O'shanga o'xshab ular kofir bo'lmaydi bu masala bilan, chunki ular vaziyatga ko'ra nima xalqqa foydaliroq ekanini hozirgi vaziyatga ko'ra hal qilyapti va din deb o'ylamayapti. Lekin ularni boshqaruvi din, demokratiya bir nizom, diniy tuzum bu ham, islomga muxolif degan odam demokratik jamiyatda yashagan zahoti o'zi kofir bo'lib qoladi. Kufrdan foydalanish kufr. Endi bu gaplarni tushundingizmi yo'q bilmadim, do'stim. Yaxshi, alifboni. Savol so'rasam maylimi? Alifboni yodlasangiz ertaga yana gaplashardik. Savolingiz endi agar sizga munosib bo'lsa bering. Tangingiz katangizdan bo'lsa bermang. Yo, tog'ut masalasida so'ramoqchi edim. Tangingiz katangizdan beryapsiz-ku yana. Yo, endi bilmaganimni so'rab olganim yaxshi-ku demoqchiman-da. Bilmayman-da shu haqida ma'lumot. Boshidan bilmagan narsangizni o'zingizdan so'rang-da. Tog'ut sizda qiyomatda hech kim so'ramaydi. Hozir mana shu holda o'tib qolsangiz. Lekin ulardan biz chetlanishimiz kerak ekanda. Hozirgi vaziyatda sizdan tog'ut bo'lib qolishingiz mumkin. O'zingiz bilmagan narsani men bilaman deb din deb o'ylayapsiz. Tog'ut din ma'nosida islomga muxolif bo'lgan fikrlar hammasi tog'ut bo'ladi. Islomga qarshi turgan. Islom bu, lekin uni yonida alohida bitta fikr ham tog'ut hisoblanadi. Bizda shuncha chiqarilayotgan qonunlar hammasi tog'ut hisoblanadimi? Ya uni aytdim. O'zingiz gapingiz bo'yicha tog'ut hisoblanadimi domla? Yo'q, uni aytdim-ku. Ular diniy fon bilan, diniy motiv bilan chiqarayotgan narsalar emas. Ular dunyoviy tizim sifatida, boshqaruv tizimi ma'nosida chiqargan. Davlatni dini bo'lmaydi degan qoida bor. O'sha qoidaga ko'ra. Ularni biz qabul qilsak, bizga zarar bo'lmaydimi demoqchiman. Uni aytdim-ku tepada. Ya'ni biz uni inkor qilishimiz kerak, to'g'rimi? Zeriktirdingiz lekin. Tushunmayapsiz-da do'stim. Gaplashamiz. Tushunmayapti bu ukamiz tushunmayapti. Sizlarni ham qiynab olmadimi? Biz har kuni shunaqalar bilan gaplashamiz, endi keyin vaqt ajratamizda.
biz yashayotgan jamiyatda qonun qoidalarni o'zimizga tatbiqida dinimiz e'tiqodimizga ko'ra yashaymiz. Lekin jamiyatdagi boshqaruvni, masalan, svetofor qizil, shu qizilda to'xtash kerak degani faqat musulmon to'xtash kerak, kofirlar o'tib ketsa bo'laveradi deb tushunmaymiz. Nimaga u iymon keltirgan odamgagina qizil chiroq to'siq bo'ladi demaymiz. Bunda dinidan qat'iy nazar boshqaruv sifatida to'xtaydi. Bizning e'tiqodimiz qo'shimcha. Qizildan o'tsak, birovning haqqini yegan bo'lamiz, qiyomatda javobgarlik bor degan e'tiqod bizniki u. Lekin e'tiqodi yo'q odam qizildan o'tib ketsa bo'laveradimi? Yo'q, bo'lmaydi, u ham to'xtaydi. Endi svetoforda qizil chirog'i qonunmi? Qonun. Xo'p, hadisda kelganmi? Yo'q. Qur'onda kelganmi? Yo'q. Ha, bu hukm nima bo'ladi? Tog'ut bo'ladi. Unga ergashsak bo'lmaydi. Undan yuz o'girish degan odam u ahmoq bo'ladi u. Chunki svetofor din emas. Xuddi shuni singari demokratik tuzum, fuqarolik tizimi din emas u. Bugungi kunda alternativlar ichida tanlash mumkin bo'lgan qonun jamiyatlari ichida demokratik tuzum ma'qul hisoblanadi. Ya'ni bu demokratik tuzum islomni inkor qilmaydi. Musulmonlarning huquqlarini himoya qiladi. Musulmonlar dinlariga amal qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga huquqlari poymol qilinmaydi. Demak, uni tanlashlikni muammosi yo'q. Tog'ut bu Allohdan o'zgaga ibodat qilinadigan hamma narsani inkor qilish. Ibodat ma'nosida. Endi hukm masalasi yuqorida aytdik. Hukm u ba'zi o'rinlarda odamlarga beriladi. Adashmasam, eshitganmisiz yo'qmi? Hazrati Umar radhiyallohu anhu ba'zi hukmlarni o'zlari joriy qilganlar. Shariatning maqsadlariga muvofiq deb bilganlari uchun. Masalan, bittasi muallafatu qulub degan oyat bor. Tavba surasida adashmasam, zakot masriflari, zakot beradigan o'rinlar 8 ta. Shulardan bittasi muallafatu qulubuhum keladi. Qalblarini ulfat qilish uchun zakot beriladi. Kimga beriladi? Kofirlarga beriladi. Kofir bir jamiyatda yashayapti, musulmonchilikka sal moyil bo'lib turibdi, zakotdan shunga bersa bo'ladi. Nima deydi shuni? Qalblarini ulfat qilish uchun beriladigan zakot turi. Hazrati Umar shuni bermayman deganlar. Nimaga desa, u paytda musulmonlar ojiz edi, hozir azizmiz, kuchimiz, quvvatimiz bor. Ularni qalbini ulfat qilishga muhtojmizmi? Kerak emas deganlar, bermaymiz deganlar. Tog'ut bo'ldimi Hazrati Umar? Yo'q. Nima bo'ldi? Shariatning ijtihodini qildi. Xuddi shuni singari vaziyatga ko'ra ijtihod qilinadi. Qur'onda oyat turibdi, o'g'rimni qo'lini kes desa kesib tashlayvermaydi. Nimaga desa qoida bor. Idraul hudud bishubuhat degan. Hadlar shubha paydo bo'lganda ijro qilmanglar degan. Mayli, endi sal boshqa fandan ketdi. Boshqalar uchun aytdim men. Bu bo'ydoq Abdulloh birodarimiz alifbonni yodlab kelsa keyin gaplashamiz. Boshqa nima savol bor? Kimda nima savol bor? Bismillah. Ya'ni o'z bu gapimdan o'z sizni pastga urgan deb o'ylamang do'stim. Agar qo'limda hukm bo'lganda edi, qo'limda jazolash, ushlab olib kelib jazolash strukturasi bo'lganda edi, sizlar uchun alohida qamoqxona qurdirardim. Ja qiynaydigan qamoqxona bo'lmasdi-yu, sizlar bilan gaplashadigan, o'tirib shu tushuntiradigan tarbiyaviy soat olib boradigan joy qurdirardim. Qattan olga olardingiz desa, Hazrati Umarning ishlaridan ijtihod qilib olardim. O'tirib har bittaylar bilan jamoa bo'lib gaplashardim. Oldinglarga Qur'onni qo'yib qo'yib, sunnatni qo'yib qo'yib. Javob bera olmasanglar kaltaklatardim sizlarni. Shunaqa davr emaski hozir endi. O'shaning uchun tavbaga ulgurib qolsanglar, ulgurib qoldinglar. Bo'lmasa hisob kitob og'ir bo'ladi do'stim. Bismillah. Kimda savol bor? Xo'p. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Hozir narsa so'rab olaymi? Domla, mana shu yerda internetdan din o'rganyapmiz-da, hammamiz hamda bir haligi iloji bo'lmayapti, haliginaqa tirikchilik deymizda, ustoz yonlamaymiz. Shu har xil haliginaqa chiqadi. Sodiq Samarqandiy chiqadi, Abdulloh Zufar chiqadi, Abduvali Qori chiqadi, hammadan chiqadi-da. Yoshlarimiz aralashtirib qabul qilib qo'yib, mana shunaqa chalg'ib qolyapti-da.
Shularga ham bir uzr bormikan, yo'qmikan? Men shu bolani men shunaqa misolda ko'ryapman. Chiqqan ehtiros bilan gapirgan domlalarni eshitamiz-da yosh. Xo'p, e, bu o'ylab chiqilgan taktika. Ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Ha, o'ylab chiqilgan taktika. Bu yaqinda bir kitob tarjimasini taqdimotini qildik. Qora pul imperiyasi. Olib o'qish tavsiya qilaman. Yaqinda yana bitta kitob tarjima qilyapmiz. Bu kitob Graham Fuller kitobi. Islomsiz dunyo degan kitob. Yahudiy jamoalari 100 yillik, 200 yillik rejani qurib olib, o'sha reja asosida kelyapti shu kungacha. Rejalar ichida yahudiylarni eng katta dushmani musulmonlar. Musulmonlar bo'lganda ham ahli sunna musulmonlar. Islom jamoalarining ichida xavorijlar bo'ladimi, Mu'tazila hizbiylar bo'ladimi, sunnat inkorchilari bo'ladimi, g'uluvga ketgan Sofiy tariqatidagilar bo'ladimi, hammasining finansini Yahudi qiladi. Gapimga javob beraman. IShID jamoasini finansyorlari Yahudiylar. Suriyadagi to'polonni orqasidan yurib biz jihad qilyapmiz degan bechora bolalarning orqasida foyda Yahudiylarning foydasi ekan. Yahudiylar bugungini singari quturmagan. Hech yo'q o'sha Asaddan yoki Saddam Husayndan qo'rqib o'tirishardi. Ularni o'zini qo'li bilan yo'q qildi. O'sha ularga qurol berdi, HTShni, IShIDni, o'sha jamoati Jabhatun Nusrani hammasini bular finans qilgani ma'lum bo'ldi hozir. Ular finans qilib o'sha bo'lgada kuchli davlatlarni sindirib tashab, hozir bemalol u yoqqa ham uchib o'tyapti, bu yoqqa ham uchib o'tyapti. Ular moliyalashtiradi. Graham Fuller Islomsiz dunyo degan kitobida bitta narsaga qattiq men ta'sirlandim. Sizlarga ham bu sirni aytayin. Kitob tarjima qilganda o'qiysizlar inshaalloh. Unda aytadiki, biz deydi Qur'onni deydi hamma o'qib tushunadigan vaziyatga keltirishimiz kerak deydi. Qur'on faqat mutaxassislar o'qib xalqqa aytib bersa, u xalqni aldab bo'lmaydi. Mutaxassis bo'lgan ulamolar to'g'risini tushuntirib beradi. Xalq ham o'ziga kerak bu masalaga kirmaydi. Natijada nima bo'lmaydi? Xalq parokanda bo'lmaydi, ixtilof bo'lmaydi. Ha, musulmonlarda ixtilof bo'lmasa, ular kuchayib ketadi. Ularda nima qilish kerak? Ularning orasiga doim ixtilof solib turish kerak. Ixtilof qanday qilinadi desa, savodsizlarga ham tarjima qilib qo'liga Qur'on berish kerak degan. Men sodda qilib aytayapman. Nima bo'ladi natijada? Keyin Qur'onni biz xohlagandek tushunadi. Bittasi aytadiki, mana "Vamallam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun." Ha, prezidentlar kofir. Bizga shular kerak deydi. Yana bittasi "Faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum" deydi. Mushriklarni qayerda ko'rsang o'ldiringlar deydi. Keyin boshqalarni mushrik deb olib odamlarni o'ldirishadi. Bu kerak bizga, bularni jamoat qilamiz, qo'liga qurol beramiz, o'zini o'zi o'ldiradi. Shunaqa sistema qo'yilgan. Bundan 100 yil oldin Qur'onning tarjimasi yo'q edi. Tafsirlar bor edi, tafsirlar, tarjimalar yo'q edi. Tarjima nimaga ko'paydi? Mana shunaqangi usulni madrasalardan olib tashlaganligi uchun. Natijada hozir Google'ni qidirasiz, hadis ham bor. Google'dan chat GPT'ga yozasiz, Qur'on ham bor. O'zbekchasini mana Imom Zahabiyni gapiryapti bir kishi hozir. O'zining kitobini o'qisangiz boshqa gap. Bu tarjimani o'qiyapti. Natijada islom ummatiga muxolif bo'lyapti. Ana shu vaziyat bu ummatni zaiflashtirish uchun tuzilgan. Bu o'yinga o'ynayapti juda ko'p yoshlarimiz. Aksar musulmonlarimiz tushunib yetdi. Buni hatto ko'rgan bo'lsanglar kino satgan. Kim ko'rgan Kurtlar vodiysi Pusuvni? O'shanda Aron Feller degani musulmonlar bu Qur'on bor ekan, adashmaydi deganda aytadi, yo'q, bu Qur'onni musulmonlarning qo'lidan olishimiz kerak deganda, yo'q, olmaymiz, qo'liga beramiz. Faqat unda nima ma'noni biz aytamiz degan. Biz aytgan ma'noga yuradi, bo'ldi, keyin bemalol boshqaramiz degan. Bu kitobida yozgan o'sha Graham Fuller, Amerikani
O'rta Sharq bo'yicha mas'uli bo'lgan. Turkiyada qidiruvda hozir u odam. Shuni kitobini tarjima qilyapmiz. O'sha yerda taktikalarni aytgan, hamma taktikalarni. Endi bugungi yoshlarimizga nasihat shu. Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan Imom Abu Dovud aytadilarki, 400 ming hadisni ichida eng muhimi deb 40 mingni ajratib oldim. 40 mingdan eng muhimi deb 4 ming, 4 mingdan eng muhimi 400, keyin 4 tasini ajratib oldim deganlar. 4 ta hadis islomni mutlaq ifoda qiladi deganlar. Shundan bittasi innamal a'malu binniyat, yana bittasi al halalu bayyinun val haramu bayyinun, yana bittasi mo'min o'zi yaxshi ko'rgan narsani birovga bermaguncha mo'min bo'la olmaydi. To'rtinchisi nima edi? Islamul mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Boshi nima edi ya? من حسن الإسلام min, المرء. ha. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi deganlar. Mana shu islomning to'rdan biri. Bugungi yoshlarimizni mana shu hadisga amal qilsa qutulishadi. Bid'at ahlidan ham, kofirning qo'lida qo'g'irchoq bo'lishdan ham va musulmonlarga xizmat qiladigan maydonga kirib kelishadi. Mana shu hadis muhim. Quloqlariga sirg'a qilib bog'lab olishlari kerak. Nima degani? Min husni islamil mar'i, kishining islomining go'zalligidandir tarkuhu ma la ya'nihi. Maqsadsiz narsalarni tark qilish. Ma la ya'ni juda ko'p ma'noni o'z ichiga oladi. Bittasi o'ziga keraksiz bo'lgan narsani tark qilish. Bu nima degani? Ma la ya'ni degani dunyosiga ham foydasi yo'q, oxiratiga ham foydasi yo'q. Shuni tark qilish kerak. Yana nima degani shu hadisning ma'nosi? Bir odam uylanmagan bo'lsa uylansin. Uylangan bo'lsa farzand tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lsin. Bir odam aqidada bahs qilishdan oldin aqidani o'rgan. Mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsa madrasada o'qisin. Bo'lmasa bu ish bilan shug'ullanmasin. Doktorlikka mutaxassis bo'lsa doktorlik qilsin. Tennisga mutaxassis bo'lsa tennis o'ynasin. Vaqtini boshqa narsaga sarflamasin. Savdogar bo'lsa deydi ulamolar. Eshikni tepasi eshikda turgan odam, savdoga bir odam do'kon ochgan, do'konda siz savdo qilyapsiz. Siz oylikka ishlayapsiz o'tdi. Ko'chadan xaridor keldi, xaridorga borib mol ko'rsatishingiz kerak. Uni o'rniga u burchakka o'tib olib, Qur'onni ochib Qur'on o'qib o'tirsangiz, gunohkor bo'lasiz. Birovning haqqini yeyotgan bo'lasiz. Qur'on o'qiyotganlik bahonasida. Qur'on siz bilan Allohning o'rtasidagi ibodat. Allohning zikri u. Lekin sizlarni birovning haqqiga oylikka o'tda ishlayapsiz siz. Turib xaridorga qarashingiz kerak. Mana shu hadis shuni ifoda qiladi. Yoshlar mana shu hadisni o'zlariga qurol qilib, qoida qilib olishlari kerak. O'shanda darrov to'xtatadi suhbatni. Masalan, istovalar arsh boshlansa aytasiz unga. Senga nima foydasi bor shuni? Baribir oxiri chiqmaydi-ki, to'g'rimi? Sen ham tushunmaysan, men ham tushunmaymiz. Ha, undan ko'ra mashina sotyapsanmi? Ha, hozir li 9 qancha bo'lyapti? Ha, buni gaplashing, savob bo'ladi, ajr bo'ladi, halol rizq bo'ladi. Yoki suv chiqaradigan, quduq qaziydigan joyda ishlaysiz. Qaysi apparatni olib kelsak bo'lar ekan, qanaqa nima bilan qazsak bo'lar ekan, buni gaplashing. Ana shunda bu yoshlar qutuladi. Endi Qur'on hadislarni hamma o'rganmoqchiman desa, unda yig'ishtiring boshqa narsalarni. Bo'ldi, bu tomonga o'ting. Yuqorida aytdim men, sarf fanini o'rganish uchun shaxsan men o'zim bir 6 oy ko'chaga chiqmasdan o'qiganman. Ko'chaga chiqmaganmiz. Uyga ham bormaganmiz. Andijonda o'qiganman, Jalabeyda o'sha Jiddiy degan masjid bo'lardi. Shu masjidni xonaqoni ro'parasida talabalar yotoqxonasi bo'lardi. Shu joyda o'tirib ertalab bomdoddan keyin turib o'qiymiz, peshingacha, peshindan keyin dam olamiz, asrdan keyin zikr bo'ladi, shomdan keyin yana dars, mukolama bo'ladi, xuftondan keyin uxlaymiz. Yana shunaqa. 6 oy. 6 oyda tugatganmiz. Tamomiyla hammasini. Nimaiki arab tilida fe'l bo'lsa, hammasini surib chiqqanmiz.
O'zbekcha fe'l aytsangiz ham arabcha masalan osmon desangiz osmon osmona osmonu osmonot osmonota osmon osmonda deb ayta oladigan bo'lib ketganmiz. Bu endi hamma harf o'qigan odam shunaqa bo'ladi. Boshqa iloji yo'q. Ana undan keyin nahv. Undan keyin sekin asta matn o'qiysiz, fiqh o'rganasiz. Sekin-sekin mutaxassis bo'lasiz. Qolgan fanlar bilan qo'shib o'qisa bir 15 yil o'qisangiz, hozirgi kunda Qur'on sunnatni biroz mutolaa chiqadi. Ya'ni mutolaa deganda o'qib oq qorani sal ajrata olasiz. Bir 25 yil o'qisangiz, oq qora sal rangi ko'rinadi. Boshqa ranglarni ham ko'ra olasiz. Mayli, marhamat, kiring. 25 yildan keyin gaplashamiz siz bilan. Bo'lmasam bu ishga aralashmang. Yuristmisiz? Qonun qoidalarini o'rganing. Tabibmisiz? Tibbiyotni o'rganing. Muhandismisiz? Qurilishni o'rganing. Yo'l harakatiga o'qiyapsizmi? Uni o'rganing. O'shanda qutulamiz. Tushunarligi? Rahmat domla boya menda uzilib qoldi-da, yana qaytarib o'shani sizga aytmoqchi edim. Boyagi yoshlarimiz internetdan har xil bidat bormi, adashtigan bormi, to'g'ri bormi domlalarni eshitib turib, mana bu hozir kirdi-yu yosh yigit $1 deb profildagi. Ular o'qib turib kalkashib qolyapti-da, shularga ham bir men haligi uzr berganday qarayman. Da nima qilsin deb internetga yozadi, domla chiqib keladi, Abdulloh Qori chiqadi, Abdulloh Zufar chiqadi, Yusuf Davron chiqadi, yo siz Abdulloh domla hammasini aralash eshitadi-da, kalkashib qolyapti-da. Shularga qandaydir bir yechimmi, bir yo'nalishmi? Hozir aytdim uni, o'sha zapisdan ko'rasiz. O'sha hadis bor, o'sha hadisga amal qilishsa, tushmaydi shunga. Agar hadisga amal qilmasa, bu o'sha kofirlar tizgan tizim bor. Hozirgi kunda ishlab turibdi u. Bahrom Bakirovlar o'sha kofirlarning qo'g'irchog'i bizning ichimizdagi. Kamol yo'ldoshlar, o'shaning uchun ular qo'llab-quvvatlanadi. O'sha o'zbekchaga tarjima qilsa, o'zbekcha ham Qur'on degan gapni o'shalar kirgizgan. Bahrom Bakirov chiqib olib 14-raddiyasini beribdi-yu, 2 soatlik raddiyadan 14-chi. Unda aytibdi. O'sha bizni sizni ham zikr qilibdi. Ana Abbos degan bor bo'ladi. Abbos ham undoq debdi xullas. Nima deyapti? Men endi aytayapmanki, bir sunnat inkorchi bilan bahs qildik bu yerda. Siz o'zbekcha aytyapsiz Qur'onni, Qur'ondan boshqa hadislarni olmaymiz deyapsiz. Tarjima ham Qur'on emas-ku. Tarjima ham gumon-ku. Tarjimaga ergashish dan ko'ra hadislarga ergashish afzalroq degan gapim bor meni. Ya'ni tarjima hadislardan ham zaif hisoblanadi. Endi bunda ma'lumki, o'sha sunnat inkorchiligi, qabr azobini inkor qilish, shafoatni inkor qilish masalalarida tarjimaga ergashganlarga aytilyapti. Istavo alal arshda, yadullohda tarjimaga ergashganga aytilyapti. Ota-onaga yaxshilik qil, Alloh yagona degan gaplarni tushunaveramiz, uni muammosi yo'q. Lekin asl arabiy matnni baribir ifoda qilmaydi o'zbekcha. Qul huvallohu ahad. Ayt, u Alloh yagonadir. Ahad, vohid, ikkalasi ham ma'nosi yagona, bir degani. Ahadga qanaqa ma'no aytamiz? Ahad o'sha arab tilida ahad. O'zbek tiliga tarjima qilganda sharhlash kerak uni. Bir sherigi yo'q bir. Vohidni ikkisi bor. Ahadni biri ham yo'q, ikkisi ham yo'q. Yolg'iz degani, yagona degani. Deb sharhlash kerak. Demak tarjima gumon-ku desam, u aytayapti. Ani ko'rdinglarmi, Qur'onni gumon deyapti deydi. Bahrom ahvolini. Yo'q, Bahrom, Don Kixot, seni tarjimang gumon. Qur'onni inkor qilmayapmiz biz. Deyapman. Demak, Qur'onni tarjimasi ham Qur'on. Uni ham ya'ni biz Qur'on deb tan olishimiz kerak desa, unda Qur'on yozgan odamlar bo'lib qoladi, tarjimonlar. Nechta tarjima bo'lsa, hammasi har xil. Agar tarjima bir xil bo'lganda, o dunyoning narigi chekadagi bilan bu chekadagi bir xil bo'ladi, Qur'onga o'xshagan. Endi ana shu tarjimalarga ergashib, shundan aqida masalasini, shundan muhim katta ulamolar o'rtasida bahs qilinadigan masalalarni ko'tarish islom ummatini zaiflashtiradi. Bu dushmanning maqsadi. Ehtiyot bo'lishimiz kerak, do'stlar. Tushunarlimi?